Raspakovka chek. O'zi Xitoydan tovar zakaz qilsam sifatli keladimi degan savol sizni ham qiynagan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki video davomida sizlarga sifatini aniq oydin ko'rsatib berganman. Birinchisi mana shunaqa детский обувь. Buni sifatini videoda ham ko'rib turibsizlar. Juda ham zo'r kelgan, narxlari ham 50 ming, 60 mingdan qimmat emas. O'zimizda детский обувьlarni kamida 150 mingdan balanga olasizlar. Aynan mana shunaqa finkali futbolkalar menga 30 mingdan kelgan. Ikkinchi futbolka esa 28 mingga tushgan, kargolari bilan birga. Keyingisi dvoyechka, finkasi bilan shortsiga, bulamanga kargosi bilan 80 mingga tushgan. Chetdan zakaz qilishni bilishi shu tarafi plyus. Bolalaringizga, farzandlaringizga xohlaganingizcha arzon sifatli kiyimlarni chetdan o'zini narxida savdogarlar oladigan narxda o'zingiz bemalol uyda o'tirgan holatda zakaz qilaverasiz. Qiziqsangiz, uyda o'tirgan holatda onlayn biznesingizni yo'lga qo'yib, anchagina yaxshi daromad qilsangiz ham bo'ladi. Chetdan zakaz qilishni o'rganishni tushundik, lekin hozirgi vaqtda chetdan zakaz qilishni hamma 300 ming, 400 mingdan kamiga o'rgatmayapti deyotgan bo'lsangiz, aynan men Zakaz Pro kursimda bitta emas, ikkita emas, 7 ta davlatdan o'zini narxida shunaqa sifatli tovarlarni olib keltirishni 150 ming so'mga o'rgatyapman. Katta chegirmada. Ha, aytgancha ulgurib qoling, bu chegirma faqat 2 kun amal qiladi.